Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyh Sahih Bukhari namlı kitabıda taharetki münasebetlik mezmunlar hakkında toxtulup bugün mundaqdaydı. Cünabetki münasebetlik mesele hakkında toxtulup mesela cünüp qılğan amillarni mesela ve onlardan başka nicasetlerini juyup şu nicasetni jug'andiki iz yo'qolmagan bo'lsa qanday qiladi? Buni qanday bir taraf qiladi? Buning hukmi qanday bo'ladi? degan babni qo'yibdi. Biz buni aniqroq qilib aytgan vaqtida masalan shu ayollik jinsiy munosabatdagi masalan meni va meniga o'xshaydigan boshqa shundoq ajratmalarni jug'a vaqtida masalan kiyimga tegib ketish ehtimoli bo'ldi. Masalan, suyak tegib ketiga avvallar bo'ldi. Buni kiyimni yuymiz. Yuvgan vaqtida kiyimni yo'lli qilib qoladi. Izi qilib qoladi. Ya qon tegib ketganda qonni yuymiz. Qon yuvgan vaqtidagi jundining izi qilib qoladi. Bu qanday bo'ladi demoqchi. İmam Buxoriyning maqsadi bu yerda buning hech qisi yo'q, zini yo'q, bo'laverdi demoqchi. Izi o'chmagan taqdirdami masalan? Çünkü bu nicasetin izi emas. Nicaseti jug'andagi suvning izi bo'ladi. Juyilgan narsaning izi bo'ladi. 231 numaralı hadis bu. İmam Buxoriy rahmetullahi alayh bizga Musa ibn İsmail Minqari degan kishi hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu zat İmam Buxoriyning eng buyuk ustozlaridan Abu Selmet Tabuzaki nomi bilan mashhur. Abu Ja'far al-Mansurning zamonasida tug'ilgan, ayni vaqtdagi nihoyatda mashhur buyuk hadis rivoyat qildigan buyuk ravilardan. Bu kishi masalan Ayunul Xawarizm ismli bir tabiinda o'qigan. Buningdan boshqa bu odamniki o'qigan ustozlari nihoyatda bir-biridan sarxil, masalan Abdullah ibn Muborak o'xshash. Shogirdlarmi sarxil. Çünkü İmam Ebu Davud, İmam Buxoriy rahmetullahi alayh, Yahya ibn Ma'in qatorliq dаңliq muhaddislar mush adamniki shogird bo'ladi. Hamda ulamolar baho bergan vaqtida bu nihoyat ishonchlik, o'zi nihoyat puxta, hafiz, mazmut deydigan yaxshi baholarni bergan. Bir qism kishilar bu odam to'g'riliq yaqib baqqan yo'q, lekin o'zi nihoyat samimiy, rostchil odam bu. Ko'p hadis rivoyat qilgan. Hijriya 223-yili Basrada vafot bo'lib ketgan. Bu zot deydi bizga Abdulvahid hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu kishining tarjimasi oldingi hadisi o'tdi. Bu deydi bizga Amr ibn Maymun hadis so'zlab bergan edi dedi. Amr ibn Maymun ibn Mihron ismli dаңliq muhaddisning o'g'li. Bu kishining tarjimasini boshda o'tgan. Bu kishi deydi men Sulaymon ibn Yasardan so'ragan edim dedi. Sulaymon ibn Yasar Ayşe'nin şagirdi. Bu Amr ibn Maymun'un ustazı bo'ladi bu yerda. Bu odamda so'rgan masala tövendikçe. Junub bo'lib qolgan vaqtidagi nijoset yoki meni kiyimga tegib ketgan bo'lsa, masalan, qanday qilish kerak deb so'rabdi-da bu odam. Chunki bu yerda nejis deyishimlik sabab bir qism ulamolar bular Hanifi mazhabdagilar menini nejis deb qaragan. Bir qism olimlar yo'q bu nejis emas deb qaragan. Bunun tafsilatını fiqh kitaplarına müracaat qilsang bo'ldi. Bu odam deydi hamda Ayşe anamız shundoq degan deydi. Payg'ambar alayhissalatu vassalamning kiyimini tegib qolgan shu manilarni yuvib qo'yatdim. Ondan Payg'ambar alayhissalam namozga chiqaveradi. Yuvgan iz suvning dog'lari shu kiyimida bor holatda dedi. Yani yo'llik bitti chiqaveradi dedi. Hamda 232 numaralı hadisda ikkisi bir-biriga munosabatli hadis. Bizga Amr ibn Xolid degan kishi hadis so'zlab bergan edi deydi İmam Buxoriy rahmetullahi alayh. Bu Amr ibn Xolid ismli nurg'un kishilar bor. Lekin Mayadagi Amr ibn Xolid bo'lsa, Amr ibn Xolid ibn Farruh ibn Said nomi bilan mashhur bo'lgan, o'zi Tamim qabilasidan. Bu kishi Misrda yashagan, Misrni makon tutib yashagan. Balkim İmam Buxoriy rahmetullahi alayh Misrga borgan shu paytlarda Misrda o'qigan, hadis anglagan ustozi bo'lsa kerak.
Bu kishi 229-yil o'lib ketgan. Imom Buxoriy bu kishidan bir qism hadislarni rivoyat qilib o'zining kitobiga qoldirib o'tgan. O'zini aytdi, rostil, shanjilik, hujjat xarakterlik odam degandek yaxshi baholarga erishgan buyuk muhaddislardir. Endi bu Amr ibn Xolidning ustozi Zuhayr degan kishi bu kishiga hadis so'zlab bergan ekan. Shunglashqa bu odam deydi bizga Zuhayr hadis so'zlab bergan edi deb shunaqa deydi. Zuhayrning ismi Zuhayr ibn Muaviya ismi bilan mashhur. Bu odam Jazira, ya'ni Orolninki muhaddisi. Orol deganimiz hozir Furat bilan Dajli daryo bo'ylaridagi Sham, Iroq zaminlari. Ta Diyarbakırga ketdi. Şu yerdeki dağınık muhaddis, nayet köp hadis rivayet qilgan, hafiz, nayet puxta adam. Bu yerdeki puxta deganimiz bu hadis ilmidagi nayet yaxshi baho bu, bir xil atalg'uliq baho. Bu adam Hijriya 95-yili tug'ilgan, nurg'un ayni vaqtdagi katta muhaddislarda o'qigan bu adam. Bu kishi hamda yuqorqi raviyning, masalan, Amr ibn Xolidning va Abdullah ibn Mubarakning qatorliq shu ayni vaqtdagi danglik muhaddislarning nemiz ustozi bo'ladi, masalan. Ulamolar bu kishiga baho bergan vaqtida o'zini aytib, puxta hafiz deyish bilan birga iroqliklar bu odamni o'zining tang tushlaridan bekrak, iroqliklar o'zining tang savodoshlari bo'ladi, masalan, savodoshlari muhaddislar bo'ladi-da. Bular qirgan vaqtda bu odamni hadis rivoyatidan aytib, mutqin, puxta, asosi yaxshi deb qaraydi ekan boshqalardan. O'zini aytib sunnatga eslatmaydigan muhaddislardan, buyuklardan. İmam Ahmed ibn Hanbal rahmetullohi alayhi bu kishiga aytdi, boshqalarga o'xshamaydigan bir sifat bilan baho beribdi. Bu odam rostchilikning koni edi degan. Rostchilik, samimiylikning koni edi, kan. Altın kanı o'xshashi. Demak bu kishi danglik muhaddis bo'lish bilan birga ulamoning yaxshi shanjilik degan bahosiga erishgan buyuk ustozlardir. Endi bu odam deydi bizga Amr ibn Maymun ibn Mihran, Sulaymon ibn Yasardan, Oysha onamizdan hadis rivoyat qilib bergan edi deydi. Oysha onamiz Payg'ambar alayhissalatu vassalamning kiyimidan manilarni yuyitadigan bo'lib o'zing deyishcha. Ondan Payg'ambar alayhissalomning kiyimida bir izlarni ko'rib qolatdim deb shunday deb bergan ekan. Demak bu Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamningki shu shaxsiy oilaviy turmushida tozliq masalalariga qarata qanday yo'l tutganligi, qanday bir taraf qilganligi haqidagi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga munosabatlik biz o'rganish tegishlik adab qoida usullardan bu. Hamda Enver Shah Kashmiri rahmetullahi alayhiniki nazarida İmam Buxoriy rahmetullahi alayhi menini Hanefi mezhebinin ko'z qarashi bo'yicha nijoset deb qaragandek turdi deb qaragan. Shuni qaragan vaqtda bir qism ulamolar yana buni nijoset emas deb qaraydi deganlik chiqib turdi-da. Hatto bu odam hamda o'zi nijoset deganni Enver Shah Kashmiri kuchlantirgan bu jihatda. Hatta bu adam biz shu nijoset narsalarni yuvishda biz bir necha xil o'lchamni qo'llangan. Her narsaning pok bo'lish, tozlanish mohiyati har xil bo'ladi deb qaragan. Masalan, sudikni, mazini yuvish orqali tozlaymiz. Ondan boshqa oldi keyni jinsiy a'zoni tozalagan vaqtida çamma işletiş orqali tozlaymiz. Bu tozliqdagi bir tür. Ondan o'takni masalan yerga surtish orqali nijoset ichi kirib ketmaydigan narsalar var, masalan teri, oyoqda. Buni yerga surtish orqali tozalandi. Yerning pokizligi qurgan bo'lsa, bu pokiz bo'ladi. Quyoshda qurgan bo'lsa degan bo'ladi. Manini ulash orqali qurib qolgan manini. Demak, mushu aşı narsalarga nisbatan shariatning nazarida poklash bo'ladi, tozalash bo'ladi. Belki bu Enver Shah Kashmirininki bu meselesi, bu degan so'zi nijosetninki ayni, ya'ni o'z holati yo'qolgan bo'lsa, yo'qolsalam bu pokiz bo'ladi degan qarashni
kuchlantirish asosida yuvish uchun suv shart emas. Cho'qim har narsaning tozalanish shakli xilma-xil, har xil bo'ladi degan qarashni yoqlash orqali ma'nining najosatligini ifodalaydigan aqliy dalilni o'tirib qo'ygan bo'lishi mumkin bu jihatda. Bu ikki hadisdagi muhim nuqta biz bugungi kunda deyishimizni aytdi to'g'ri, munosib holatda. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning kiyimida shunday yo'llikni ko'rgandan keyin, masalan, o'zining yo'tlarida, masalan, pochoqlarda, masalan, yo'tlikni ko'rsa, cho'qim qarg'a odam payg'ambar sollallohu alayhi vasallam cho'qim bir eriyallik munosabat o'tkazibdi ya degandek o'yda tabiiy kelishi mumkin. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu yerda Allah'ның rızalıqını xalqning, fuqaroning rizoliqidan afzal ko'ryapti. Xalqning nima deyishi bilan kari bo'lmasdan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Allohning nima deyishiga e'tibor beryapti. Bu nihoyat o'rganish tegishli muhim tema. Va sallallohu ala nabiyyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.